Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yangi video ni ham olyapmiz mana. Buxoro G'ijdonidamiz. G'ijdondan o'tib Bitonkada. Men Yevropaga ketyapman. Mani do'stim Moskvadan kelyapti. Nimadirlar qilyapti-da hozir men tushunmayapman. Kirelni qoraytiryapsizmi aka? Kirellarni qoraytiryapti. Shunaqa jo'ralar ko'paysin. Bizda mana bunaqa paddonchalarimiz bor edi. Paddonchamizni berdik, uyga olib ketyapti. Zapaskamiz yo'q edi, zapaska berdi hozir. Sar uzoq yo'lga ketyapsan deb zapaskalarni oldik mana. Zapaskalarni oldik, endi mana biz Yevropaga qarab ketyapmiz. Bu O'zbekiston uyga qarab ketyapti, Samarqandga mashina qo'yadi. O'rtoqlar, kuzatib boringlar, yangi videolarni qo'yaveramiz. Mana Xorazm trassasi bu yoq. Shuni radar olmaydimi o'rtoqlar? Kommentariyada yozinglar qani, radar olmaydi deyapti. Bilmadim. O'zi biz tez yurmaymiz-ku aka. Nima uchun bunday qo'ydingiz? Tez yurmaymiz. Qozog'istondanmi, Rossiyadanmi? Farqi yo'q. O'zbekistondanmi? Bo'ldi aka. Biz tozalab qo'yamiz, hazillashdik o'rtoqlar. Biz o'zi sekin yuramiz, unaqa tez yurmaymiz. Mana bizga o'qi. Yaxshi e'tiboring aka. Yaxshi damsizlar. Biz endi ishlaymiz aka. Ko'chada dam olishga uy yo'q. Nima deysiz endi obunachilarga bir narsa deb qo'ying aka, ko'pchilik sizni tanirkan. Bizning xatomizda hech kim bajarmasa. Bu ishni boshqa qilmasin hech kim. Keyin 25 soatdan chiqib o'tirma aka, bir xato qildik, boshqa qilmaymiz deb. O'tgan safar. O'tgan safardagiday. Mana. O'rtoqlar kuzatib boringlar, yo'l-yo'lakay video olamiz. O'rtoqlar mana Nukusga ham 140 kilometr qoldi. Mana shu kafega kirib kechqurun dam oldik. Pagodasi zo'r ekan, lekin toza ekan. 7 soatlar uxladim shu yerda. Hozir endi yonimizga sherigam keldilar. U kishi Moskvaga ketayotgan ekanlar. Ani mashina zada qilamiz. Shu kechqurun 1023 kilometr bo'ldi o'pshi. Navoiygacha 450 edi. Undan keyin ham ancha yurib qo'yibmiz. Soat 11 bo'libdi. Shu kechqurun rovna 600 kilometr yuribmiz. 600. Yo'llar Xorazmgacha yaxshi ekan, Xorazm yo'ligacha yaxshi ekan. Bu yog'i mana shunaqa yo'l. Nukusgacha shunaqa yomonroq deyapti, undan keyin yana yo'l yaxshi bo'lar ekan. Bitta yarimta mashina fora o'tyapti. Fora kam o'tar ekan bu yo'ldan. Aslan mana yengil mashina shu yerda yashaydiganlar. Dalshi yuramiz. Ozgina mashinani qizdiramizda. Yana yo'l-yo'lakay video olamiz. Mana shunaqa joy degan. Mana shunaqa joyga kelib dam oldikda. Bu yo'lning yaxshi tarafi ref ishlamaydi. Maza qilib xohlagan joyingizda yotasizda. Do'stlar, mana Amudaryogami, Sirdaryogami keldik mana shu yer mana. Yo Amudaryo, Sirdaryo bo'lish kerak. Shu yerda o'tib ketyapmiz mana Nukus shahriga. Nukus shahrini abes qilib o'tib ketyapman. Videoga olish mumkin emas ekan, lekin men olyapman. Mana shu daryo Qizilordadan chiqqan. Qizilorda, Sirdaryo bo'lsa kerak menimcha bu. Bu tarafda ona akvapark ham bor ekan. Nukusdan o'tib ketyapmiz. Chegaraga bir 400 dan kamroq qoldi menimcha, 400 kilometrda. Havo harorati 10 gradus, pagoda yaxshi, zo'r. Mana shunaqa yo'llardan ketyapmiz. Yo'llar ancha yaxshi bo'lib qolgan. Unaqa yomon yo'llar yo'q, bor. Azina joylari yomon ekan. Aslida yaxshi yo'llar ko'p ekanda. O'ng tarafda choyxonalar. Odamlar, mashinalar kam ekan bu yo'llarda. Bitta ham mashina o'tib trassada. Ko'p emasda. Mana bu yerda 60 tonna zapreshan qo'yib qo'yibdi. Gurzoy zapreshan ham bor ekan. Bizda 40 tonna, 39 tonna. Shu massa. Shunday qilib ketyapmiz mana.
poyez yo'llari bor ekan o'ng tarafda. Mana yana bitta daryogami kelyapmizda. Oldidan Amudaryogami, Sirdaryogami. Hozir mana yana bitta katta daryodan o'tyapmiz. Yo daryo bu, yo boshqa narsa. Voqimali nima qilib qo'yibdi? Bezab qo'yibdi uzoqdan kelganda. Postda kamera bor ekan, mana telefonni nima qilamiz? Hozir qo'yib qo'yamiz. Quribdi bu daryo, quribdi-ku. Yozmagan ekanda, qaysi daryoligini yozmagan ekan, lekin quribdi o'rtoqlar. Menimcha Aralga borgan daryo bo'lsa kerak-ku. Oldin shu Aralga masjiddan borganda xayolimga qaraylar, qurib qolibdi-ku. Suv yo'q. Men bu yerda suv bor desam, suv yo'q-ku. Chap tarafda bor ekan, lekin ozgina suvlar. O'ng tarafda umuman yo'q suv, mana qurib qo'ygan. Nima daryoligini bilsanglar, kommentariyaga yozaveringlar. O'rtoqlar. Buni qaranglar, ozgina suv bor bu yerda. Yopib qo'yibdi. Mana o'ng tarafda hech nima yo'q, qaranglar. Qurib. Katta daryo qurib qolibdi-ku. Birinchi marta men o'tyapman bu yo'llardan. Mana voqimali qilib reykalar qilib qo'yishibdi. Suv yo'q lekin. O'zbekistonda birinchi marta men bunaqa joy ko'rishim. Shunaqa yo'llarda o'tib ketamiz. Postda lekin kamerasi ham bor ekan. Gaylari ham bor ekan. Postda turibdi odam lekin. Suv yo'q lekin odam turibdi-ku. Bu yerda ham mana oldin suvlar bo'lgan ekan. Rekalarni yopib qo'yibdi. Bu yoq ham qurib qolibdi. Bu kanal ham qurib qolgan. Bu yerda bor ekan bunda suv, ozgina bor ekan. Mana. Birinchi o'tgan nimamda daryoda ko'p edi, suv ko'p edi u tarafda. Bu yoqlarda kamroq ekan. Mana poyez ham kelyapti. Rossiyadan kelyapti endi bu. Shu Mercedesda biz esa Qo'ng'irotga qarab yuramiz. Qo'ng'irot o'ngga qarab yursa Qo'ng'irot ekan, chapga shahar ichiga kirib ketamiz ancha. Kichkina shaharcha. Bu yo'llardan oldin amakimlar ko'p o'tganda professorlar bo'lib ketgan. Biz birinchi marta o'tyapmiz. Bilmayapmiz-da hozir. Taxmin navigator so'ziga aza bosyapmiz. Adashib bitta yo'l deb povorotlari ko'p ekan lekin buriladigan joylar. Chap tarafda Taqiyatas choyxona bor ekan. Yana yomon yo'l bor. Chota bizda navigatorga qaramasak bo'lmaydi o'rtoqlar. Bu yerda yo'l yomon bo'ldi. Videoni davom etamiz. Avarakaga qo'yib mana shu yerda sal navigatorga qarab olaylik. Yurgan ekanmiz, mana shu yo'ldan borar ekan. Chegaraga qarab. Shu yerdan bu fura o'targan, lekin fura o'tganligi bilinmaydi. Qaranglar, yo'lda yomonligini. Shu buzib taylagan-ku yo'lni. Yaxshi, men oldiga katta balon qo'yganman, uncha-munchaga tagi tegmayapti. Kichkina balon bo'lsa tegar ekanda bu yerlarda. So'radik hozir. Chegaraga qayerdan boradi desak, mana shu yo'lni ko'rsatishdi. Shu yerdan chegaraga qarab boramiz. Yomon yo'l boshlandimi deymanda, betonkali yo'lni remont qilgan deb bu yoqlarda remont qilmagan ekanda hali. 20-10 shunday qilib ketamizda shu yo'llardan chiqib. Mana bitta ham tafora ko'rindi. Mana bozori.
Katta bozor ekan, o'zi ham shu yerlardan mana o'tib ketyapmiz. Nomi qayer edi, qaysidir qishloqqa keldim, esimdan chiqib qoldi. Lekin juda katta bozor ekan. Polli mana 2-3 kilometrda shu bozor ichidan o'tib kelaman. Hamma narsa bor ekan shu yerlarda. Endi ham mashina ko'payib qoldi. Bozorga kelganimda mashina ko'payib qoldi. Nukusdan bir 20 kilometr o'tib, 20 kilometr o'tganda shunaqa bozorlari bor ekan. Shulardan o'tib ketamiz mana. Yo'llari uncha zo'r masala. Endi hozir yaxshi yo'lga chiqyapsan deyapti. Boyadagi daryo Sirdaryo emas ekan, okalar, Amudaryo ekan u. Men adashibman-da. Sirdaryo Chinozdan o'tib ketadi-ku. Amudaryo ekan, Amudaryo qurib qopti-da. Mana poyezd yo'llari. Beruniga qarab ketyapmiz. Ular Rossiyadan kelyapti. Oldingi mashinalar. Bu chegara yengil mashinaga yopilgan ekan. Faqat fura o'tayotgan ekan hozir. Remont nimadir bo'layotgan ekan. Yengil mashinaga yopib qo'yibdi. Furaga mumkin ekan faqat. Shundan qilib ketyapmiz mana. Jasliq borsa kelmas degan joyda eshitganmiz-da, mana shu yerda joylashgan ekan. Necha kilometrdir ichkarida. Hozir shu yerda o'tyapman. Oldin va shu yomon joy bo'lgan ekan bu. Qamoqxona bor ekan shu yerda. Jasliq qamoqxonasi borsa kelmas degan nom bilan atalgan. Shu yerda keldik hozir. Bir mashinani obxod qildik-da. Mana shu yo'ldan poyezdda odamlarni olib o'tgan ekan oldin. Hozir mana bu yerda yopgani uchun bu poyezd yo'li ham yopilgan, o'tmaydi. O'zbekistonda eng yomon qamoqxona mana shu yerda joylashgan ekan, o'rtoqlar oldin. Hozir yopilgan, ishlamayapti. O'sha qamoqxonani yopib tashlagan ekan. Cho'lning o'rtasida hozir men bu yoqdan yurib kelyapman. Bu yoqdan yurib kelyapman. Bir 100 kilometrdan ko'p yurdim. Hech kim yo'q yo'lda. Cho'l, chista cho'l o'rtoqlar. Choyxona ham yo'q ekan. Mashina ham kam ekan. 1 soatda bitta yarimta mashina o'tsa o'tadi, bo'lmasa mashina ham yo'q. Bu yoqda va shu mashinalar kam ekan. Hozir shu yerda bir to'xtadim. Mana shu Jasliq qamoqxonasini yoshligimda eshitdim mana shu yerda. Borsa kelmas degan joyda. Mana shu yerda aytishar ekanda. Shu yerdan mana o'tib ketish nasib qildi o'rtoqlar. Bizda chegaragacha 100 qanchadir ham kilometr qoldi. Hozir bitta aytsak, xudo xolisa chegaraga yetib olamiz. Bugun kechqurun o'tib ketamiz chegaradan. Erta Qozog'istonga yursa, erta Qozog'iston yursa, keyin Rossiya, Rossiyadan keyin Belarusga, keyin Yevropaga o'chirat bor ekan ozgina. Yevropaga kiramiz. Mana qaranglar, bitta yarimta mana shunaqa choyxonachalar bor. Mana necha kilometrda endi chiqdi mana shunaqa choyxona endi chiqdi. Yurib kelyapman, hech nima yo'q edi yo'lda. Mana endi chiqdi. Hozir mana shu yerdan yo'l yo'q ekan. Ichkariga kirishga, menimcha yengil mashinada ham yo'l yo'q-ku, menimcha mana shu poyezdda faqat kirgan ekan. O'sha qamoqxonaga poyezddan narsalar toshiganda boshqa yo'l yo'q deyishdi. Eshitishim bo'yicha. Uncha ko'p ma'lumotga ega emasman. Eshitganimda aytib berdim. O'rtoqlar kuzatib boringlar, yana yo'l-yo'lakay video qo'yamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Bizga bu sağ bo'lsa ham nima beradi, motivatsiya bo'ladi. Keyin yaxshi videolarni chiqaraveramiz o'rtoqlar. Hech kim yo'q joyda ketyapman. Даже mashina ham kelmayapti. Oldidan mashina ham kelmayapti, orqadan ham kelmayapti. Mana yarim soatdan beri yuryapman. Umuman hech kim yo'q. Mana cho'lning o'rtasida men bu yerda na bir odam bor, na bir mol bor, na bir hayvonlar bor, na qushlar bor. Hech kim yo'q ekan o'rtoqlar. Bitta o'zim zerikib ketdim. Telefonimda antennasi ham chiqmay qoldi. Bu yerga kelib telefonda antena ham chiqmadi.
bitta mana shunaqa yo'l, mana shu yo'ldan ketaverar ekansiz faqat. Navigatsiyaga qarayman desam, navigatsiya ham yo'q. Bu kim bilan ratsiyadan gaplashaman desam, ratsiyadan gaplashadigan odam ham yo'q. O'zimga o'zim telefon titkilab keldim, antena ham o'chib qoldi. Shunaqa joyga keldimki, men endi hech kim yo'q-da, cho'lda o'rtasi. Bunaqa cho'l Qozog'istonda yurganman. Ish qilib mashinalar serqatnov edi Qozog'istonda. Bu yerda mana Dotoda chegarani yopganligi uchun men o'ylashim bo'yicha yengil mashina ham yurmayapti. Chegaralarning oldiga bir yashaydigan katta bir shaharmi, qishloqmi yo'q ekan deb o'ylayman o'zimcha. Shunday qilib ketamiz o'rtoqlar. Shu yerda hozir niday bo'q agar bitta narsa bo'lib qolsa, shu mashinagami yoki presetgami yordam beradigan odam ham yo'q bu yerda o'rtoqlar. Sim karta ham ishlamaydi. Bitta yarimta mashina o'tadi, o'sha ham bir yarim soatda 40 minutlarda bitta o'tsa fura o'tadi. Va yengil mashinadan umid yo'q umuman. Yengil mashina bu yerdan yurmas ekan. Vaqtinchalik bu yurmaydi. Hozir chegara yopilganligi uchun yurmaydi. Lekin yo'lni zo'r qilib qo'yishibdi. Oldin bu yerda yo'l bo'lmagan. Shopirlar eshitganman bolalardan, tanishlardan yo'l yo'q edi deydi. Hozir men yo'llarni ko'rsatsam, "Vashi zo'r bo'pti" deyapti endi. Men birinchi marta umrimda mana shu yo'llardan yuryapman. Bu yerlarga umuman kelmaganman, lekin yoqdi menga bu joylar. Ham sayohat, ham tijorat deydi-ku. Yaxshi joylar ekan lekin. Bemalol yurar ekansiz, asablar dam olar ekanda borku. Signal charish yo'q. Mashina obg'on qilib qisib o'tib ketish yo'q. Margat qilishlar yo'q. Dalli svetda 1,5 soat, 1 soat yurar ekansiz bu yerda. Hozir men kech tushdi, endi farani yo'qdim. Kechqurun bilan hozir yuraman. Mashina ham kamligi yaxshi ekan bir tomondan. Miya dam olar ekanda mana. Bu yo'llarda bolalarni balonlari yorilganda mana abochenaga chiqib qolgan, botib qolgan. Даже abochenaga chiqsa ham bu yerda botib qolar ekan mashina. Ko'p joyda ko'ryapman. Mashina botib qolganda. Izi mana cho'kib qolgan mashina. Mana qaranglar, bittasi botib qolgan mashinalarga. Shu yerdan Aralgacha bir 200 kilometr chiqar ekan. Aral dengizi bizni oldin bir 50 yil oldin shu Aral dengizi yaxshi bo'lgan ekan-ku, ancha suvlar bor ekan. Plyajlar yaxshi bo'lgan ekan oldin. SSR davridan 50 yil, 60 yil oldin bo'lganda vaqti zo'r bo'lgan deyapti. 30 metr, 40 metr balandlikda suv bo'lgan deyapti. Hozir bu suvi qurib qolganligi uchun shu cho'l zona bo'lib qolibdi-da bu yerda. Shu agar chegaralar ochilib qolsa, bu yerda yengil mashinada kelmoqchi bo'lsanglar, mana shu yo'lda bir 250 yursanglar ham hech kim yo'q-da. Даже radar qo'yaman desa ham radarga antena yo'q o'rtoqlar. Antena ishlamay qoladi bu yerda. Bemalol bosadigan yo'l bo'libdi-da o'zi ham. Biz furada endi ko'p bosa olmaymiz. Chunki 20 tonna yuk, 22 tonna yukni yuklab olganmiz. 75 shunaqa ketamiz. Shoshiladigan joyimiz yo'q. Tez haydashdan foyda yo'q bizda. Mana balonlar yorilgan bolalarni tashlab ketgan. Birinchidan tez haydashdan foyda yo'q bizda. Qancha tez haydasak shuncha rasxod ko'payadi bu mashinalarda. Mana hozir ko'rsatayotgan rasxod mana shuncha ko'rsatyapti mana. 30 litrdan qilib kelyapti rasxod mashina. Bu degani O'zbekistonning ichida 30 litr вообще zo'r rasxod degani. Normalniy yo'qyapti. Ko'p ham emas, kam ham emas. O'zi основной standart mashinalar shu Yevropada ishlaganimda Yevropaning mashinasi 26 dan yoqardi. Bu O'zbekistonda bu saralka Yevropa standartlariga mos saralka. Shu saralka bilan 30 ta yoqadi. Bu normalniy men o'ylashim bo'yicha. Bundan kam yoqsa ham bu ko'p mazza qilmaydi. Mana bitta mashina kelib qoldi lekin o'rtoqlar, qancha yurganimga mana bitta mashina endi. Shu ham O'zbekiston mashinasi 75 ekan, mana o'tib ketdilar ekan.
A380 yo'lidan ketyapmiz. Shunaqa gaplar. Mana shu turpoq chista cho'lda turpog'ida bu. Loy aralashmagan. Chang bo'lmaydi. Shu turpoqdan haydasangiz ham uncha chang bo'lmaydi. Chista turpoqda. Yo'l tekisligiga lekin mana shu qoyil qoldim. Mana shu 10 tarafdan oldin mana shu mashinalar, furalar mana shu 10 tarafdan yurgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Chista dalani ichidan yurgan, botib qolgan, qolib ketgan kunlari ham bo'lgan mashinalarda. Mana bunaqa kovlab qo'yibdi o'rtasidan nimagadir. Juda qiynalib yurishgan ekan oldinlar. Qarang, mana hozir shunaqangi yo'l qilib qo'yibdi. Bebahoda bu yo'l. Mazza qilib yurasiz faqat. Mashina qiynalmaydi. Uncha-munchaga balon ketmaydi. Yo'l yaxshi bo'lsa, ketganingiz ketganda. Qozog'iston neytralkaga chiqyapmiz. Mana neytralkaga chiqdik. Orqa taraf O'zbekiston. Bu yoq taraf Qozog'iston mana. Hozir bir yarim soat, 1 soatda chegaradan o'tsak, shu bilan bu yoqqa Benovga borib uxlaymiz. Soat mana 1 dan 2 ta o'tdi. Ochrit bilan mana kiryapmiz Qozog'istonga. O'zbekistonda ham tashqarida ochrat yo'q ekanda, lekin stankani ichiga ancha qolib ketdik, bir 3 soatcha qolib ketdik. Hozir mana neytralkaga chiqib qoldik, endi sekin-sekin ketyapmiz. O'rtoqlar, mana oldidan kelgan mashinalar ham mana shu yerdan o'tib ketadi. Mana 10 taraf chap tarafimizdan o'tib ketadi. Qozog'iston o'tishga mana shu biz yurgan yo'ldan o'tib ketar ekan. Yengil mashinalarga hozir hech qayerga qo'ymay ekan, o'tishga bu yoqdan yopib qo'yibdi ekan, chegarani remont bo'layotgani uchun. Faqat furalar o'tyapti. O'sha to'rdagi eshiklar. O'rtoqlar, mana Qozog'istonga ham o'tib oldim. Zararga narxi 299 ekan. 299 dan zapravka qilyapmiz. Shu bilan chegaralarni oldigacha boramizda, o'sha yerdan yana bir 200-300 ta qo'yamiz, kirib Rossiyadan qolganiga zapravka qilamiz. Shu yerda men hozir Benovdaman. Shu yerda mana zapravka qilyapman. Gaz Oil'dan. Rossiyagacha 1200 kilometrmi qoldi. 1300-1200 la qoldi. Mana chegaradan bir 5 soatlarda o'tdik shu kechqurun. Shu yerga o'tib damni oldik-da, endi mana zapravka qilib bo'lib yuramiz. Kursaliga ham keldik o'rtoqlar. Mana bu tarafda zapravkalar, kichkina unchalar, buzilgan zapravkalar mana o'tib ketyapmiz. Chegaradan 200 kilometrlar yurdik-ku. 200 dan oshiqroq yurdik. Atrofga qarab ketyapmiz. Atrofdan keyin Uralskdan keyin Samara, Moskva, Smolensk, Belarusga qilib ketamiz. Hozir shu Kalsodan biz chapga ketishimiz kerak. Yo o'ngga yo chapga, o'ngga ketar ekanmiz. Glavniy yo'l o'ngga qarab ketgan. Zinak yo'q ekanda, ko'rmay qoldik zinakda. Chalg'idikmi? O'ng tarafni qaraylar, qanaqa chuqur bo'lib ketgan. Kassasi bor ekan. Mana o'ng tarafdan mashinalar kelyapti. To'g'ri yurgan ekanmiz. O'zbekiston mashinalari. Bu yerda gazli mashina ko'p ekan. Mana yana bitta gazli mashina kelyapti. Bor ekanda zapravkalar. Qatnov gazli mashinalar. Shunday joylardan o'tib ketamiz. Zo'r tarafi ham mashina kam ekanda. Mashina vafsh kam ekan. Bitta yarimta o'tadi mashina, ko'p emas. Mana tepada radar. Yomon oladi bizdan. Oldin olmasida Qozog'iston hozir olayotgan bo'lgan ekan. Hamma mashina bir qator teryapti. Unchalar.
Shunday qilib ketyapmiz biz o'rtoqlar. Kulsaraydan reportaj bilan prямо. Atrof shahriga keldik. Kech tushib qoldi уже. Atrof shahrining kirib kelish joylari mana. Hozir bizga sentrda ichidan o'tib ketish uchun zapreshon ekan. Объездной yo'ldan yuramizmi deyman-da. Shu yo'l kerak bizga. Объездной yo'l 50 zina qo'yib qo'yibdi. 50 haydaymiz. Shu to'g'ri 7 kilometrlar, sentrgacha 7 kilometrlar ekan. Mana bu nimalarga ikkita stolbalarga nima qilib qo'yibdi. Nimadirlar yozar ekanda, mana atrof shahrimi nimadir xush keldingizmi deb mana shunaqa yozar ekan. Uzoqdan ko'rsangiz agar shunaqa yozuv bilinar ekan. Xush keldingiz deb. Har xil svetga almashyapti. Chiroyli shahar ekan, lekin kirib kelish joyi mana. Svetlar qilib qo'yibdi. Yoqdi menga kirib kelish joyi. Biz shu yerdan bironta joydan bitta choy ichamiz. Keyin choy ichib yuramiz. Gaylar ko'p ekan, sekinroq haydash kerak deyishdi. Sekinroq haydaman, o'tib ketamiz-da asta-asta. Chap o'ng tarafda mana stenkalar ham уже boshlanyapti. Birontasiga kiramiz. Soat 8dan 31 minut o'tdi. 8:30 bo'ldi bu yerda. Kech tushib qoldi. O'zbekistonda уже qorong'i bo'lib ketgan. Mana bu yerda 7 edi, O'zbekistonga уже qorong'i bo'lib ketdi. Mana shu chap tarafga bir 5 kilometrdan yursam dengiz, Kaspiy dengizi. Kaspiy dengiziga borar ekanman. 5 kilometrlar yursam agar. Bizga dengiz kerak emas. Bizga Uralsk kerak. Kuzatib boringlar hozir. Yana shahardan chiqib olaylik. Bu yoqlarga video qilamizda. O'rtoqlar, Mashtakova chegarasi mana Qozog'istondan Rossiyaga o'tish. Qozog'istondan Rossiyaga o'tish bitta ham ochiladi yo'q, qaranglar. Birinchi marta bunaqa vaziyatga to'g'ri kelyapman. Bir dona ham mashina yo'q. Primoy hozir varotaga haydaymiz, o'tib ketamiz. Va bu nimalar? Space mashinalar mana ochiladi, kutib turyaptimi, bilmayman. Bilmadim nimaga turyapti bular. Biz esa varotaga primoy. Şu to'g'ri Rossiya. 500 metrdan keyin Rossiya. Biz hozir shu yo'ldan to'g'riga eshigi yo'q, chapga qarab yuramizda. Chegaraga kiramiz. Bugun Qozog'istonning ichiga ikkinchi sutka. Kechqurun 6 bo'lyapti. Yo'llar yomon ekan, sekin yurdimda. Bu yerda pul maydalasa bo'ladi. Bu yerda esa bo'ldi, tugadi Qozog'iston bir pasdan keyin. Qozog'iston neytralkasi. Rossiyaga qarab o'tyapmiz. Bu yerda neytralkada ochiradi ekan, ozgina, ko'p emas. Rossiyaga kirish bez ochiradi. Bu yoqdan pryamoy varotaga. Rossiyadan Qozog'iston o'tishga neytralkada ozgina ochiradi bor ekanda. Ochiradi, kam ekan. Rossiyaning ichidan ham shunaqa tez o'tib olsak, shu bilan Samaraga, ammo Penzagacha ham boramizda. Keyin dam olamiz. Neytralkasi juda katta. Litvaga o'tish Belarusdan ochiradi ko'p ekan lekin. 9 kun, 10 kunlik ochiradi bor ekanda. Bu yerlarda yo'q ochiradi. Yevropa tarafı ochiradi ekan. Dolar Rossiyaning chegarasi. Avtobuslar ham hammasi ochilib bilan o'tyapti. Mollar ko'p, shu odam ko'p.
boshlatib turibdi. O'rtoqlar, Rossiya yo'llari hozirgina kirib oldim. Mana yarim soatlab bo'ldi kirib. Yarim soat shu vaqtim ketdi chegaradan o'tishga. Juda tez ishlayapti. Mashinam ish qilib bor. Ichkarida mashina bor ekan. Mana Rossiyaning yo'llari. O'sha kirgandan o'zgarish bor-da, sirasi. Bu chegaradan oldi sal musorlar ko'pda, lekin baribir Rossiyaning yo'llari boshqachada zo'rda bu yo'llar. Maza qilib yuradi odam. Platon apparatlarini yo'q qoldik. Yo'llar pullik. Mana shu apparatdan yechaveradi endi bizni. Mana shu yo'lga Platon olmaymiz. Mana shu o'zidan yechadi. Apparatchani olganmiz, shu ichiga pul taylaymiz, shundan yechadi. Mana shuncha musorlarni tashlagan bu yoqqa. Lekin yig'ib qo'yibdi, qaranglar hammasini. Bir katta mashina keladi, hammasini olib ketadi bular. Endi biz dashi yuramiz o'rtoqlar. Yo'l-yo'lakay video qo'yamiz yana. Action transportnik. Eng yomon transportniklardan bittasi. Biz ko'ramiz, mashinalarni to'xtatgandan keyin oldagi ham tormozlik qilyapti-da, bizni zadeshga qilib. Kansa bosamiz gazni. Ushlasa yomon bo'lsa ishtirab yozadi. Va ushlamadim. Ko'rmay qoldi turgan ekan. Chap tarafdagi mashinalarga ishtirab yozadi bular. 100%. Bizada ushlamadi, o'tib ketdi o'rtoqlar mana. Action transportnik. Shu tarozidan o'tmay ketsa ham, agar chap tarafdan haydab ketganimda ham quvlab ushlab kelardi. Yana ishtirab yozardi-da keyin. Hozir apparatlarimizga pul tashladik. Puli bor mana. Hammasi yonib turibdi. Chip kartani qo'yganmiz. Yog'iga endi rejim bilan yuryapmiz. Mashindan chiqish mana yomg'ir yog'yapti. Kun salqingina, yaxshi havo bo'lyapti. Belorussiya chegarasi. Belorussiyaga kirdim hozir. Orqada mana Rossiya. Kirsam polnet, Platon. Nima kerak bo'lsa hammasini proyekta qilyapti. 1-2-3 soat proyekta qildi. Keyin qo'yyordi indamasdan. Shtatin bor dedi. Biz sherikni olganmiz. Я видео снимаю на YouTube выложу. Как? Не против вы? Что-нибудь скажите на моем подписчике про узбекистанский народ. Как это? Узбекистанский. Супер. Супер, да? Вот. Народ хороший. С собой взял человеку. Едем в сторону Виптекс. Вместе. Вот мы только что заезжали на Белоруссию. Ваш город мне нравится. Хороший город, да. Теперь едем. Вот все мы купили страховку, сим-карту. Теперь зеленый у нас. Транспортника проверяли. Что сказали вам, транспортники? Скажите на подписчикам. К вам подошли же они? Ну, подошел, Чё? все нормально. Нормально, все нормально. Да. Нарушения нет, говорят, Нет да? нарушений. Про меня ничего не сказал, я там был. Ничего плохого. Я этот... Men u nimani ichida edim, xonani ichida edim, transportni buni oldiga kelib, yaxshi zo'r, hammasi четко debdi. Вот теперь едем, да? Что сказал народа? Народ, что сказал, коллега? Нет, говорит, перед транспортом. Не могу. Чисто говорит? Чисто. Вот, теперь едем, если чисто говорят. Не, мне надо этот... Страна надо открыть. Сейчас откроем страну, Белоруссия. Bu сделаем. И теперь едем. Shunday gaplar o'rtoqlar. Mana ancha tekshirdi o'zi transportni. 1 soat tekshirdi o'zi meni ham. Ushlab olgan. Ader tablichka yo'q edi. Ader tablichka so'radi. Menga yo'q edi ader tablichka. Keyin taxografni proverka qildi. Keyin indamadi. Bor yuraverdi-da, narushena bormi dedim. Bor edi. Sen to'xtatsa oldidan yozadi ishtirok dedi.
Ko'ramiz endi. Что, направо заезжаем? Направо заезжаем, нет? Не, не надо. Прямо, да? Do'stimiz bilan gaplashib ketyapmiz. Yo'lda oldim, bu ham kelayotgan ekan. Uyi mana shu oldimizda chiqqan birinchi shaharchaga ekan. Olib kelyapman. TikTok oladi. TikTok снимали. Хорошо. Belarusya shahri o'rtoqlar. Ader ortgan-ku biz. Endi mana bunaqa qog'ozi bo'lishi kerak. Aderni bizda yo'q-da, mana shu bizda muammo. Global muammo. Мне надо вот такой оранжевый, где-нибудь это табличку надо купить, да? Где можно купить это? Сейчас я у брата позвоню, спрошу. Хорошо. Если там есть это ксерокопию, цветная ксерокопия, то можно, у меня есть образец. Я скину им. Ну, сейчас я у брата спрошу. Да. Он распечатывает. Вот bizga top beradi. Bitta o'sha qog'ozga распечатка qilib chiqarib olsam bo'ldi, yetadi. Mana buni ham pul tashlagandim-ki. Sizlarga ko'rsatay, yo'l to'lovini Belarusyanikini. Mana shunaqa yo'l to'lovi bo'ladi, o'rtoqlar. Mana shunaqa olishinglar. Menda bor edi, ichida puli bor ekan. Hozir shuni tabloga qo'yamiz. Buni qo'ymasa pul yetmaydi, bo'lmaydi, keyin shtrafi juda katta. Mana qo'yaylik. Endi rossiyskiy ishlamaydi. Rossiyskiy platonimni ham ancha proyerga qildi o'zi chegaraga kirgandan keyin. Ishlayaptim, ishlamayaptim deb ancha proyerga qilib. Дима, привет. Keyin А человеку надо это, такую Сурет. ерунду купить, это зеленая карта. Не зеленая карта. Как? Мне только А4 формат, бумажка надо, зеленый, Бумажка. оранжевый. Оранжевая такая. Не зеленый. Как вот тир. Ну, Я такая, перед и наклею и еду, да? У меня же опасный груз. По типу опасных груз. Где Да. можно купить. Оранжевая такая. Ну, чтобы это поставить на машину, что опасно. Да. Ну, знак. Табличка. Табличка это. Табличка. Ну, мы же это только это проехали эту границу. Родня. Да, на Беларусь. Не купишь, да? Белоруссия нет? И улепили даже нигде там будет. Или цветная ксерокопия, где там есть. А, на 3 пятерки, да? А где там? Или теперь нет, да? Нигде, да? А на грани в России, да? В России было. Я не знаю, вот транспортники сказали недавно. А вы это слышишь? А вы этим, а на границе, где он купит или нет? На Литву. А? На Литву. Где вот цветная принтер, где есть? Это На образцы. границе что? Цветная принтер там есть, да? А Не Виптекски нет? Я... Хорошо. Продумаем. Что Раньше убегом ли продавали, я помню, это тоже. Там закрыто. проблем bo'lib mana shu qog'oz yo'qligi uchun bir transport uchun bir stab qiladi nima ko'ramiz endi o'rtoqlar Ну, а пошли. опасный здесь пожалуйста что bo'lishi buyukda Оранжевая ему, то и ерунда надо. такая. tablичка надо, да мне Табличка. yaxshi o'rnam ekan где-нибудь цветная принтер найдем, там распечатываем. У меня есть это. А принтер Да. где-нибудь, это ему, если это можно найти, распечатать. У него есть такая бумага, как ксерокопия сделана. Да. 49 минут только что. А вы Витебска, где эти стоянки? Transportni yo'l bo'lsa endi oldimizda borganimizgacha. Bizga
bizga shu muammo. O'rtoqlar, servisga keldik, servisga. Viptexga keldik. Endi shu yerdan so'rab ko'ramiz. Qani, ader tablisa bormi yo'qmi? Mana bu yerdan bolalar bor ekan. O'zga baland qiladi. Shundan kelib so'raylik, qani, tablisa bormi yo'qmi? O'rtoqlar, bu yerda yo'q ekan. Ader tablisa yo'q ekan. Bular aytibdi. Zapravka kirib so'raylar deydi. Kraska bo'lsa ham bitta qog'ozni kraska qilib ham oldiga yopishtirib qo'yardik-da. Вот такой краска нужен, да, нам? Вот, видите? Вот такая цвет нужна. Краска. Если найдем такой краска и покрасим бумажку. Наклеим потом. Ну, я понял. Да. Shu yerga keldik. Yo'lda o'rtasiga to'xtaganmiz. Ой, подожди. Yo'lda o'rtasiga to'xtaganmiz. Shu tablichkani olish uchun buni Yevropada shtrafi juda qimmat edi. Bu tablichkani shtrafi 400 euro edi Yevropada. Endi men yoqlarda uncha so'ramaydi deb bizlar bilan olishgan mashina bittasi ham yopishtirmagani uchun bemalol kelaveribman. Hozir mana shu yerga kelib, Rossiyani o'zi aytib, shtraf yozmayman, bor Belarusga deyapti. O'sha yerga agar to'xtasan, normal shtraf yozib berasan dedi. O'zing bilasan dedi. Men aytdim, shtraf yozib ber bo'lmasa. Shal. Teper откройте. Kiraver deyapti. Ya'ni normal shtraf yozib beradi, o'zing kelasan deyapti-da. Rossiya. Kirgandan o'shaning uchun olib olaylik o'shani. Вот справа есть же заправка. На этом зайдем, посмотрим, да? Нет, там кафе вроде. Не, вот справа. Вроде бы заправка. Ну, с правой стороны Да. можно заехать. Сейчас заправку заезжаем. И посмотрим там, что есть. Вон фото машинчина. Уже китайская машина. У вас много встал, да? На ваших городах, да? Везде Китай, да, сейчас? Да, везде. У нас тоже Китай много машин сейчас. Заезжают. Кто машин ko'payib ketdi o'rtoqlar, hamma joyda. Shunga kiraylik. Shu yerdan so'rab ko'raylik qani. Balkim bor. Jo'ramizni ham kuzatdik. Мне теперь Удачи граница. Давай. Вам тоже удачи. Xayrlashdik. Просто eshikda xato yopib qo'ygan chato bo'ldi. Shu yergacha keldik. Yaxshi bola ekan lekin. Menda ader tablitga yo'q, ancha nima qildi, telefon qildi, unga telefon, bunga telefon qilib so'radi, baribir ader tablitga topolmadi, bu yerda yo'q deyapti. Endi Xudoga tavakkal qilib yuramiz o'rtoqlar. Transportni ushlamasin endi bizni. Ushlasa shtrafga tushamiz. Shunday qilib boraveraylik. Mashinani o'sha kamyonolotga boramiz-da, ochiratga qo'yamiz. Ochiratga qo'ygandan keyin topamiz bu tablichkani. Yopishtiramiz oldiga. Bu tapasini olib ketyapmiz lekin. Silitral apasika. Shunday qilib Belarusiyani Qoq markazidamiz. Viptex. Qoq markazi emas, Sanchaqaroq. Daryolari bor ekan. Yo'da. Lekin shunisi zo'r. Mashina kam. Ko'm-ko'k hamma joy mana. Qarang, o'ng taraflar ko'm-ko'k. Endi hozir bahor endi boshlandi-ku, bu yoqlar ham yaxshi bo'ladi, hademay. Shu bilan yozgacha ketdi. Mana bular sentrda o'rtasiga mashinani kallab taylab qo'yibdi. Yo'ldan yurmay, daladan yurgan kalla taylab qo'ygan mashina. Hozir men sizlarga ader tablichkani ko'rsataman. Mana oldidan kelayotgan mashinani qarasanglar agar oldida bor shunaqa tablichka. Mana shu ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa tablichka kerak menga. Men shunaqa tablichka ham topolmayapman. Man в канале
Mana edi, nima edi? Bularning ratsiyasi 15 gami, nechiga tushunmayapman. Men 15 ga qo'yganman, 15 ga javob bermayapti lekin. Nechiga bo'lsa, o'rtoqlar. Bitta o'zbek akamiz o'tdilar, o'zbek akamiz javob berdilar, bular javob bermayapti. Ha. Men navigatorimni qo'shib olganman bu yog'iga. Shu bilan ketamiz. Kilometrlarga точно ko'rsatadi. Zapravkaga kiraman. Mototsiklda yuribdi. Telefonni ko'rsa shtrap qiladi. Yosh o'tir. Boraveraylik, qani yo'l aka. Hozir nimaga kiramiz? Zapravkalarga. Shuni topishimiz kerak, albatta. Polask degan joy mana. Biz Polask degan joyga qarab ketamiz. Bu ya besplatkada pul olmaydi, pul yechmaydi. Mana bu apparat. Tekin yo'ldan yuramiz. O'tib turib qaylib kiramiz. Bu yerda men chap tarafda uzoqdan qarab ketyapman, transportni bormi, yo'qmi deb. Hozircha yo'q. Bugun shanba. Bolalar shanbaga turmaydi, bosoring aka deyapti, bilmadim men. Navigatorga ishonibman. Polosk shahrini sentridan olib ketaman deb, bu meni bir qishloqlarning ichidan olib ketyapti-ku, o'rtoqlar. Qanaqa joyga kelib qoldimman? Hech kim yo'q mendan boshqa. Bitta o'zim ketyapman mana shu yetim navigatorda gapiga kirib. Поверните направо, направо burib mana. Bu yo'llarni qaranglar. O'zi kallam bilan yaxshi kelayotgandim, qayerdan ham men uni qo'shib qo'ydim. Bu pavrotdan o'tib turib, keyin chapga burilish kerak edi-da o'zi. Pastiyani yuradigan yo'limdan, ko'rganimdan. O'zi meni ko'ringlar, qayerdan ketyapman? Bu yerda yo'l yo'q. Ishqilib oxiriga borib tupikka taqalmasak bo'ldi. Bitta o'zim ketyapman. Mashina ham yo'q taji. Mana shu navigatorga ishonishning oqibati-da bu. Hozir 257 kilometr qolgan. Lekin fura ko'rindi, bitta yarimta fura bor. Fura borda, Gruzoy Zapreshon ham borda. Endi o'sha Gruzoy Zapreshonga olib kiryapti bu meni. Gruzoy Zapreshonga olib kiryapti. Yo'q, endi biz yana nazarga qaytamiz. Aldadi o'rtoqlar, navigator. O'zi shaharni sentridan olib kiryapti-da bu mana. Ko'raylik. Mana. Shaharni sentridan olib boryapti. O'zi men aslida mana bu yerga kelib, mana shu yerdan chapga ketib turib, o'ngga yetishim kerak edi. Lekin ta'tir taqozosi bilan meni adashtirdi. Endi nazar. Razvenyorcha deydi-ku. Hani qayerdan olib ketyapti-na? Yana shu yo'ldan olib ketmoqchi-da bu. Nimaga bu Gruzoy navigator bu kallasi ishlamayapti? Shu qiyin qilig'iga yana bitta toshga qo'yamiz hozir mana bitta. Tabayut toshga birinchi poyexali qilib. Bo'ldi, toshga qo'ymaymiz, endi bu yog'ini o'zim bilaman. Qaytamiz. Agar mana shu 12 tonna zapret bo'lmaganida kirib ketardim. Rossiya bo'lganda ham kirib ketardim. Belarusga kirmayman. Do'stim shoshmay turdi. Yomon qaychi qildim lekin, balonchalarimga rahmim keladi shunaqa paytda iloji yo'qda, endi uruchat qilmasa bo'lmaydi. Endi orqaga qaytib o'sha katta trassaga chiqib, o'sha boya ko'rsatgan yo'limdan boramiz. Katta trassaga chiqdim. Bu yerda o'tgan safar qarang. Loydan sakraganimga mana bu yerga sachladi. O'tgan safar ana shu yerda men ishtirok qiluvdim-da. Hozir shu yerda yo'q ekan plastik. Shu yerga kelganimda
O'sha yerga to'xtatish qildi. 60 euro taxografga. Mana bu yerda choyxona bor edi, choyxona ishlamayotgan ekan. Kirib qarasam. Yuramiz endi. O'sha katta trassaga chiqib oldik. Bu yoqqa o'sha bitta kichkina shaharcha bor. Shuni abes qilib o'zimiz yo'limizga tushamiz katta trassaga. Shu bilan ketdi chegarakchi. Taxografda vaqtimiz tugab qoldi. Mana shu zapravkaga kirib 45 minutlik dam oldik. Qarang, men endi ko'rsataman qanday dam olish kerakligini. Bilmaganlarga, bilganlarga shart emas. Mana qaranglar. Hozir 4 soat 19 minut yurib keldim. 32 minut dam oldim. Undan oldin qayerdadir 15 minut dam olganman, o'sha ham hisoblanadi-da endi. Hozir 32 minut dam oldimmi? Ana 15 minutni qo'shganda 47 minut damim bo'ldi. Eng kamida 45 minut dam olishim kerak edi. Endi hozir yuraman. 47 minut dam bo'ldi. 4 soat 19 yurib kelganman. Endi hozir yursam yana 4,5 soat vaqt beradi. Endi yurgandan keyin chiqadi. Bu eski taxograf-ku. Yangilarda sirazi chiqadi. Bunda sal kechroq chiqadi-da. Hozir biz yuramiz. O'rtoqlar. Mana shu zapravkada kirdim. 13 minut qoluvdimi deyman-da. 11 minutmi, 13 minutmi qoluvdi. Shu zapravkaga kirdim-da. Damda oldik, ozgina telefon o'ynadik. Endi mana chiqib ketyapmiz. Chegaragacha hozir bizda 208 kilometr qoldi. 3 soat 29 minut ko'rsatyapti. 3 soatlarda yetib borsak kerak. Xudo xohlasa. Mana shu zapravkalar Saraka qimmat Belarusiyada. Benzin qimmat. Ko'p narsa qimmat. Arzon narsani o'zi yo'q bu yerda. Lekin oyligi past ekan. Bu yerlarda ko'pchiligi Yevropaga, Rossiyaga ketgan ishlashga. Bu yerda ish yo'q deydi. Mana shunaqa trassadan ketyapmiz. Bu besplatka yo'llari uncha zo'r bo'lmaydi, lekin yursa bo'ladi. Ko'p ham yomon emas. Pagoda 11 gradus. Tashqari taraf. Biz yurdik. Darshi hozir chegaraga borib Ochratga qo'yamiz, keyin bemalol bo'lamiz. Mana bu Vilnius 198 kilometr to'g'ridan borsa. Bu yoqda ham to'g'ri borsa bitta chegara bor. Undan ham o'tganman, lekin hozir yopib qo'yibdi o chegarani. Litvaga kirishga boshqa chegara Kamenologga borishim kerak. O'sha chegaraga boryapman. Abez bo'ladi, bir 30 km uzoqroq bo'ladi. O'sha chegaradan o'tamiz. Hozir mana fara danlisi, mana tepadagi fara. Vahshiy zo'r yoritadi lekin. Hech kim yo'q, kam mashinalar bu yoqda. Fura pashda yo'q. Chegaraga borib video qilamiz shu. Chegaraga ham keldi, Ochratda qaranglar ko'pligini. Mashina vahshiy ikkita tomonga ham qo'yib tashlagan. Joyi yo'q mashina qo'yishga. Hozir Ochrat olishga ketaman. Ochratda oraylik, keyin bironta joyga qo'yamiz. Hamma joy to'la mashinaga. Qo'yishga iloji yo'q-ku bu yaqin o'rtaga. Qayerda qo'yamiz endi mashinani? Kuruklarga ham qo'yib tashlagan mashina. Mana o'ng tarafda ham. Mana shu o'tda qo'ysa bo'lar ekan, lekin запрещенный знак bu. Bu taraf platniy stanka. Bu yo'llar hammasi platniy. Mana ichi, mana chap taraf. Hozir mana shu to'g'riga borib Ochrat olishimiz kerak. Mashina vaqti ko'p. Yig'ilib ketgan ekanda mashinalar ham shu yerga kelib. Mashina bilan kelib, mana shu yerdan Ochrat olish kerak. Mashina bilan kelyapmiz o'shancha. Mana zona ожидания deb yozib qo'yibdi.
продолжить, выполните разворот там, где это разрешено. Затем на следующем повороте поверните налево. Borib registratsiya qilamiz. Mani yukim Ader edi. Ader o'tmaydi deyapti-ku. Sen 8 dina deydi ajdaniyam. Selitra desam, yo'q, selitra o'tmaydi dedi. Nima o'tadi desam, o'sha kodni to'g'ri kelish kerak Где deydi. это разрешено. Endi ochratga turamiz, boshqa iloj yo'q. Nazorat qilamiz, bitta joyga boramiz-da, o'sha yerga damda olamiz.